Iya, nega suvni to'kyapti deyapsizmi? Taomnomani kreativ usulda taqdim etmoqchiman. Bugun menyumizda xamir hasip, faqat zamonaviy varianti. Ta'mi shunchaki super. Jarayonni boshladik. 2 osh qoshiq o'simlik yog'ida 100 gram guruchni qovurib olamiz. Guruchni qovurilib bo'lganligini, ranglari oppoq bo'lganligidan bilsa bo'ladi. Yarim piyola atrofida suv solamiz. Yaxshi qaynab chiqqach, tagini pasaytirib dimlab qo'yamiz. Suvi qurigach, tagini o'chiramiz. Guruchimiz chala pishgan bo'lishi kerak. Suvni qaynagani qo'yib qo'yamiz. 350 gram go'shtni chopperda maydalab oldim. Go'shtning yog'liroq qismidan foydalansangiz yanada yaxshi. 3 dona piyozni balanddan tashlab yuboramiz. Parcha-parcha bo'lib ketadi. Chala pishirib olgan guruchni, tuz va zirani ham qo'shib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Shu bilan nachinkamiz tayyor. Men bu yupqa xamirlarini qisqa fursat ichida juda ham yaxshi ko'rib qoldim. Vaqtimni tejaydi, ta'mi ham ajoyib. Bitta paketda 3 bo'lak xamir bo'ladi. Ikkitadan sal ko'prog'idan 2 qasqon xamir hasiplar chiqdi. Ularni to'rtburchak shaklda kesib olamiz. Tugish jarayoni juda ham oson. Videoda ko'rib turgan ketma-ketligingizni bajarasiz va tayyor. Xamirimiz esingizda bo'lsa aylana shaklida edi. Uning atroflarini to'rtburchak qilib kesishning iloji yo'q, lekin bemalol undan ham xamir hasiplarni tugsangiz bo'ladi. Yopishmasligi uchun mantiqasqonlarni yaxshilab yog'lab olamiz. Xamirlari 2 marta o'ralgan joyini tagiga qilib mantiqasqonga terib chiqsangiz yaxshi pishadi. Yaxshilab ustini yog'lab olamiz, hamma joyiga tegishi kerak. Baland olovda 45-50 daqiqa davomida pishirib olaverasiz. Shu bilan taomimiz tayyor. Bu taom menga juda ham yoqdi. Agar tayyorlab ko'rmagan bo'lsangiz, sizga buni albatta tayyorlab ko'rishingizni tavsiya qilaman.